18 yoshli ukam bor. O'sha maktabni bitirib, bu institutga harakat qilyapti. To'g'risi, yaxshi inson bo'lib yetishib chiqishiga men nima qilib bersam bo'ladi, yoki nima maslahat berasiz? Institutga kirsan, yordam bering, investitsiya qiling, kontraktmi yordam bering. Undan tashqari yana eng muhim narsa, kurskami, bizani kursga olib kelasizmi, yo onlayn bir narsa qanaqadir platformani o'rganib, moliyani o'rgating. Biznetini talab qiling, moliyani bilishini. Nimaga deganda, hozir 18 yoshda moliyani tushunsa, u o'zini hayotiga qurish uchun, fundament qilish uchun hozirdan kapital yig'ishni boshlaydi. Ya'ni qanaqadir hozir kurslarni tugatgandan keyin qo'shimcha ishga kiradi, masalan, o'qishdan keyin ishlaydi. Yig'ib, bir qism yig'ib, уже u 22 yosh, 23 yoshga chiqqanda o'zini qanaqadir rasmiyasiga, kapitaliga ega bo'ladi. Keyin u sekin-sekin biznes ilmini o'rganadi. 30 yoshgacha yaxshi pul yig'ib olsa, kapital qilib olsa, keyin 30 yoshda bitta tayinli, konkretniy katta biznesni boshlashi mumkin o'zini pulidan. Hech qanaqa kredit olmaydi. Hozirdan fundamentni baquvvat qilish kerak-da. O'shanda qurgan binosi ancha yilga yetadi. Ularda bizadan ko'ra siz bilan mendan ulardan osonroqki, nimaga deganda bizada bola chaqa, уже katta xarajatlar bizada, kelajakka ro'zg'or deydi. Kontrakt to'la, o'qishga to'la, bizada kapitalni ko'paytirish qiyinroq-da. Ularda imkoniyat zo'r-da. Hozir ulardan ro'zg'or qilganda majbur qilmaysiz. Yallo yurmasdan, kayfga yurmasdan o'yin kulguni ozgina kamaytirib turib, o'qish kerak, moliyani tushunib turib, kapital yig'ishni o'rganib olsin.